Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel 3,5 metrlik joy, high-tech varianti bo'ladi. High-tech lekin arzon. O'rtasi polka, ikki chekka shkaf. Xudo xolasa sekin ko'rsatib boradi. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ikki chekka garderob, o'rta polkali bo'lyapti. High-tech varianti sekin ko'rsatib boraveradi. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Mokriy asfalt bilan dub vatandan ikkitasini ishlatib high-tech mebel tayyorladik. Arzon varianti ikkita chekka garderob, o'sha orqasida devor holati ko'rinib turadi. Oshxona-moshxonalarimiz vakuumli, o'rtasida polkali. Xo'p, 3,5 metrlik joyga narxi 5,200,000 so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.